Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bugun biz bir fayzli xonadonga chiroyli qilib navbatdagi uzum tokimizni olib kelib, ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring aziz yurtdoshlar. Bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Albatta xonadoniga shunaqangi sifatli uzum tok, temir naveslar o'rnatish, yasatish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar. Bu uzum tokimizni Andijon viloyati Paxtaobod tumaniga zakaz bo'yicha olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu xonadon egalari YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib o'zlariga yoqqan uzum tok zakaz qilishganda, shu juda ko'p yurtdoshlarimizga o'rnatib berayotgan uzum tokimizdan bu xonadonga ham o'rnatdik. Uzum tokimiz razmeri uzunasiga 20 metr, eniga 7 metr razmerda bo'ldi aziz yurtdoshlar. Juda ham chiroyli chiqdi uzum tokimiz. Mana stoykalarini ko'rishlaring mumkin. 8 ga 8 lik ikkilik stenali qalin profildan foydalanganmiz va 1 metr qismiga bo'lmani ko'rishlaring mumkin. Chiroyli bir zamonaviy tumbalardan qo'yib ishlab berganmiz. Mana shu beliga bir qator profil tortib berilgan. Ko'rib o'tishlaring mumkin. Mana burchak gullari ham shu bagati qilib, sifatli qilib ishlab berilgan. Xori qismi aziz yurtdoshlar uzum tokimizni 4 ga 4 lik profilning oralariga shu gullarni qo'yib ishlangan. Asosiy bu uzum tokimizni ertaga yuk tushganda ko'taradigan mana shu firmalari qalin qilib ishlab berilgan va bu uzum tokimizni burula naves qilib olishga moslab qo'yilgan. Xohlagan payt, xohlagan joyini imkon bo'lganda, xolasa leksalli naves, xolasa shumkali naves qilib, falga tunikalarini qatirib, bemalol yog'inchachinda shu joyda xonadonni hovlini yopib tashlab foydalanish ham mumkin. Endi hozir xonadon egalarining zakaz bo'yicha hozircha uzum tok sifatida foydalaniladi. Imkon borida yopib yuboramiz deb aytishyapti. Aka-ukalar, bu firmalarimiz tepadagilar 4 ga 4 ga, past qismi 4 ga 2 profilda ishlanib, bu ham qalinligi 1.7, oralariga es gullarni qo'yib, burchaklariga mana tillarang svetga gullarini bo'yab, kraskasini mokriy asfalt svetga bo'yab, chiroyli qilib bitkazdik. Bu firmalarimizning oraliq masofalari 140 cm danga tushdi. Kvadrat metrini tokimizni 220 ming so'mdan aziz yurtdoshlar, dastavka ustanovkasi, shu materiallari, kraskasi hamma yo'q ichida olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta shunaqangi sifatli ish qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Ekranda nomerlarimizga aloqaga chiqsalaring, o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha o'zimiz ma'lumotini beramiz va kelishib qolinsa, qayerdan zakaz qilsalaring imkon qadar borib o'zimiz o'lchab, chiroyli qilib mana shu xonadonga o'xshatib ustanovkalarni qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.